Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi aylana tenglamasi. Maqsadimiz koordinata tekisligida aylananing tenglamasini o'rganish. Aylana tenglamasini masalalar ishlashda foydalanishni bilish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirish, sabrlilikka intilish. Demak, mavzuni o'rganish uchun rasmga e'tibor beramiz. Koordinata tekisligida yashil rangda aylana chizib ko'rsatilgan. Aylananing markazi A nuqta bilan belgilangan, uning koordinatalari esa A va B ekan. S nuqta bu aylananing nuqtasi bo'lib, uning koordinatalari X bilan Y ekan. A bilan S ni tutashtirgan kesma bu aylananing radiusi. Mana shu aylananing tenglamasini hisoblash qavs ichida x minus a ning kvadrati plus y minus b ning kvadrati teng r kvadrat hisoblanar ekan. Mana shu tenglamani masalalarga qanday qilib qo'llaymiz? Masala, markazi A, koordinatalari 4 va minus 6 nuqtada radiusi 5 ga teng bo'lgan aylananing tenglamasini yozing deyilibdi. Yetish uchun masalaning shartini qanoatlantiruvchi sonlarni belgilab olamiz. Demak, qizil rangda berilgan A koordinatamiz 4 ga teng ekan. B esa minus 6 ga teng ekan. Radiusimiz 5 ga teng ekan. Demak, yuqorida ko'rsatilgan formulaga ko'ra x minus 4 ning qavs kvadrati plus yana qavs ichida y plus 6 ning kvadrati kabi yozilar ekan. Radiusimiz 5 ga teng bo'lgani uchun 5 ning kvadrati hisoblaganimizda u 25 ga teng bo'lar ekan. Demak, javob qavs ichida x minus 4 ning kvadrati plus y plus 6 ning kvadrati teng 25. 6miz manfiy son bo'lganligi uchun formulaga qo'yganimizda ikkita manfiy plyusga aylanib ketishini siz yaxshi bilasiz. Hop, aylanamiz koordinata tekisligining markazida joylashgan bo'lsa-chi? Ko'ryapsiz, ko'k rangda aylanamiz koordinata markazida chizilgan holat turibdi. Demak, aylananing markazi O nuqta bo'lib, u koordinata tekisligining koordinata boshida joylashgan ekan. A nuqtamiz koordinatalari x bilan y ekan. Bu formulada boyaga ko'rgan formulamizda A bilan B 0 ga teng bo'lganligi uchun koordinata tekisligining o'rtasida markaz joylashgan aylananing formulasi x kvadrat plus y kvadrat teng r kvadrat kabi yozilar ekan. Hop, bu formulaga doir masala ishlaymiz. Masalamizda markazi O nuqtada bo'lgan va radiusi 2,5 bo'lgan aylananing tenglamasini yozing debdi. Yetish uchun masalaning shartiga ko'ra A 0 ga teng, B ham 0 ga teng, radius esa 2,5 ga teng. Demak, x kvadrat plus y kvadrat teng r kvadrat tenglamaga ko'ra x kvadrat plus y kvadrat o'zi keladi. Radiusni o'rniga 2,5 ni qiymatini qo'yamiz. Uning kvadrati esa 6,125 ekan. Masalaning javobi x kvadrat plus y kvadrat teng 6,125. Mavzu juda oson. Masalalar ham qiyin emas. Hop, endi uyga vazifa. Mavzuni diqqat bilan o'qib, konspekt qilasiz. 45-paragraf 177-betda joylashgan mavzuyimiz. Darsda ishlangan masalalarni teran fikrlab o'rganasiz. 1-7 masalalar murakkab emas, sabr qilib ishlaysiz. Masalalarni yechishda o'sha darsimizda ko'rgan formulalardan foydalanasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz tamom. Javoblaringizni kutib qolaman.